Senderi firmasining lazerli ruletkasi keldi. Bir vaqtda o'zi ikki tomonni o'lchash funksiyasi mavjud bunda. Ko'rishingiz mumkin. Ishlatib ko'rsatamiz. O'lchash masofasi 60 ga 60. Ikkala tomon bilan birgalikda 120 metr masofani o'lchaydi. Lazer nuri yashil rangda. Biz hozir birinchi old tomonni o'lchaymiz. Va ikkinchi tomon avtomatik o'lchaymiz. Koridorimiz deraza borligicha pastga tushiraman. Masofa uzun ham ko'rmay qolyapman hattoki koridorimiz uzunligidan yaqinroq masofani olishga harakat qilaman. Ikkala masofa alohida. Oldi qism 13 metr, orqa qism 2,6 metr masofa. Bunda ham o'zini o'rnida mavjud. Ko'rishingiz. Bunda ham boshqalarga funksiyalar mavjud. Orqadan, oldindan o'lchash, qo'shib o'lchash, ayirib o'lchash. Mana. Bu sal Androidga yaqinroq ko'rishingiz mumkin, xuddi boshqa funksiyalarni ko'rsatib. Uchburchak, diagonal burchash, Pifagor, yuza, kvadrat, burchak barchasi mavjud. Qaysi ma'qul bo'lsa o'shani tanlab ishlayverasiz.